Bizga beriladigan eng ko'p savollardan bittasi tarakan nimaga tez ko'payadi va klapanni yo'qotib bo'ladimi? Hop, bu savolga keladigan bo'lsak, tarakan nimaga tez ko'payadi? Tarakan ko'payishining sababi tarakanga qulay sharoit bo'lsa, ya'ni misol uchun uydagi havo, oziq-ovqatlarni misol uchun yoyilib yotishi, undan tashqari ovqatlangandan keyin sirazu dasturxonga yig'ishtirib olmasangiz, tarakan juda ham tez ko'payib ketadi. Klapalarni yo'qotib bo'lmaydi degan fikr qayerdan keladi? Klapa o'zi har doim yashirin hayot kechiradi, odatda kechqurun chiqadi. O'shaning uchun klapani birinchi borligini odam sezmaydi. Ya'ni uyga endi kelib boshlangan payti sezmay qoladi. O'shaning uchun 2-3 oydan keyin sezadi, 2-3 oy ichida ular ko'payib olgan bo'ladi. Yetib borish qiyin bo'lgan, dori ta'sir qilish qiyin bo'lgan joylarga joylashadi. Ya'ni rozetkalarni ichi, plintuslar, pardalarni orqalari, gilamlarni tegi, mebellarni orqalari shunga o'xshash joylarga bekin olgani uchun odam dorilaganda to'g'ri dorilamasa, unga dorilar effekt bermaydi. Effekt bermagandan keyin yo'qotib bo'lmas ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Tarakan va klapalarni ko'pchilik o'zi yo'qotmoqchi bo'lib, ko'chadan preparatlar olib keladi. Ko'chadagi preparatlarni juda ham ko'p tarakan klapalarga ishlaydi, ya'ni o'ldiradi, lekin uni to'liq yo'qotib yormaydi, tuxumi bilan quritib yormaydi. Boshlang'ich effektga aldanib qoladi ko'pchilik, ya'ni o'sha o'zi ko'chadan olib kelgan preparatlarni ishlatgandan keyin ozgina vaqtga yo'qolgandek bo'ladi, keyin yana qayta bezovta qiladi. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, dezintaj komandasiga murojaat qiling. Konsultatsiyalarimiz bepul, 24/7 ishlaymiz.